O'sha yoz keldi, kunlar isidi. Albatta, ko'chaga chiqishinglardan oldin UFO indeksni tekshirib chiqinglar. UFO indeksni qanaqa qilib tekshiramiz? Любой hamma telefonda ob-havo programmasi bor. Ob-havo programmasini ochasizlar va o'sha yerdan UFO indeksni topsanglar bo'ladi. Bugungi UFO indeksni juda baland 8 deb ko'rsatdi, ya'ni bo'lgan ko'rsatkich bu normalniy, yuz uchun zararsiz degani. Lekin 3 dan yuqori va 3 dan 5, 5 dan yuqori bo'lsa, ya'ni 8 bu juda kuchli degani, ya'ni bu hattoki tagida yozib qo'ygan 17 minutda ojog olish mumkin deb. 17 minut agar ko'chaga chiqsanglar, SPF surmasdan 17 minutda yuzinglarga ojog tushishi mumkin ekan. Bu o'sha pigment dog'lar, yoki qarishda o'zidan o'zi har xil yuzimda dog'lar, pigment dog'lar, ajinlar paydo bo'ldi deb ko'pchilik bizga yechimini qilib bering, bittada sezilsin deyishadi. Yo'q, aslida har doim yuzinglarni himoya qilib yurishingiz shart. Bu eng muhimi. Siz yuzingizni uxlab qilmasangiz, har kuni xuddiki misol uchun sizga doktor qanaqadir назначение qilib berganda ham 1 oy ichasiz, 3 oy ichasiz, 2 hafta ichasiz yoki 2 mahaldan ichasiz deb dori yozib beradi. Xuddi shu narsa. Agar siz o'zingizni sog'lig'ingizni himoya qilishi, yoshligini asrab qolishi, yosh ko'rinishi, yuzingizga hech qanaqa dog' tushmasligini xohlasangiz, bu holda siz обязательно har doim yuzingizni to'g'ri очищать qilishingiz kerak, увлажнять qilishingiz kerak. Men bugun SPF ni 2 sloy surdim. 2 sloy roundlabni kremoviy SPF ni surdim. 2 sloy qilib, qalin qilib, keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin Bizantrini stikida yurgizib chiqdim. U ham o'tgandan keyingina BB kremimni surdim. Boshqachasiga bo'lmaydi. Mana bunaqa panamkani kiyib oldim. Endi quyoshdan himoya qilish uchun o'shanga o'zimizni ehtiyot qilamiz bizlar. Oldin olgan yaxshi. Chun muammoni yechimini уже pozdno bo'lganda qidirgandan ko'ra. Buning uchun mana telefonimning glavniysida mana shunaqa ob-havo bor. Men mana shuni bosaman. Bosganimizda mana ob-havo programmasiga kirdi. Bugun 27 gradus ko'rsatyapti. Pastga tushiramiz. Mana bu yerda yozib qo'ygan. Malo облачно. Malo облачно, maksimaliy temperatura 28-30 gradus. Pastga tushiramiz. Pastga tushganimizda mana UFO indeks prosamı высокий deb ko'rsatyapti. Bosib ko'ramiz qanchalik высокий. Mana ko'rishimiz mumkin, ko'rasizlarmi? 8 ekstremalniy ko'rsatyapti. Очень высокий ko'rsatyapti. Mana низкий, средний, высокий, очень высокий, ekstremalniy. Ya'ni 8 очень высокий degani. Ya'ni bunda qaranglar, qizil ko'rsatyapti. Уже mana soat 4 dan keyin bu xavf sekin tushib ketadi. Bu yerda ham yozib qo'ygan. Сегодня очень высокий уровень УФО индекса 8. Поэтому солнечный ожог может случиться через 17 минут. Солнцезащитные средства. Ko'rdinglarmi? Shuning uchun imенно mana shu ob-havodan tekshirib chiqinglar.